Keyingi savol. If this expression is true and k equal to 3, what is the value of x? Ya'ni bu yerda ushbu ifoda to'g'ri bo'lsa va k ni qiymati 3 ga teng bo'lsa, x ni qiymati nimaga teng? Bu yerda buni hisoblash uchun x minus 1 bo'lingan 3 k ga teng, k bu yerda 3 ga teng. Ikkita tomonni ham tenglamani ikki tomonni ham 3 ga ko'paytiramiz. X minus 1 taqsim 3 ko'paytirib 3 teng 3 ko'paytirib 3. Bu 3 bilan bu 3 qisqarib ketadi. X minus 1 teng 9 ga. Tenglamani ikkala tomoniga 1 ni qo'shamiz. Shunda x minus 1 plus 1 teng 9 plus 1. Bu 1 bilan bu 1 qisqarib ketadi. X teng 10 ga. To'g'ri javob B. X 10 ga teng bo'lgan.